Belgilengen kunlar. Zulhajji oyining dastlabki 10 kunning fazilati. Zulhajjining avvalgi 10 kuni kunlarning eng afzalidir. Bu kunda qilgan yaxshi amallar boshqa kunlardagi amallarga nisbatan Allohga bak suyimlikdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan, mushu kunlarda, ya'ni Zulhajjining 1-kunidan 10-kunigacha qilingan yaxshi amal Allohga eng suyimlikroq bo'ladi dedi. Sahobalar, "Ey Allohning payg'ambari, Alloh yo'lida qilingan jihadmi buning yetmamdi?" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh yo'lidagi jihadmi buning yetmaydi. Faqat jeni, meli bilan jihadga otlanib, hech narsa bilan qaytib kelmagan, ya'ni shahid bo'lgan odamningla amali buning yetadi dedi. Alloh taolo bu kunlar bilan qasam qilgan. Zulhajjining dastlabki 10 kechasi bilan qasamki, bu kunlarda tövendikdek yaxshi amallarni ko'plab qilib olishimiz lozim. Nafl namoz o'qish, kecha qiyamda turish, nafl ro'za tutish, Qur'on tilovat qilish, sila rahim qilish, umuman salih amallarni ko'p qilishga tirishish lozim. Ko'p takbir aytish,